Bugun sizlarga seximizda tayyor bo'lgan 3 xil trendda bo'lgan darvozani ko'rsatib beraman. Birinchi darvozamiz eniga 3, balandligi 3,5 bo'lgan Hatek tarafosondagi darvoza. Darvozamizga 2 qavat 2 reliz ishlagan, shumkali, kraskalar toza avtomobilli kraska, tozalak, grunt to'pkalar hammasi bo'lgan. Darvozamiz 100% shumkali darvoza bo'lgan. Ikkinchi darvozamizga keladigan bo'lsak, darvozamiz Samarqand fasondagi darvoza. Darvozamiz tagiga 1.8 plyusovli ishlagan, ustiga shirshaviy lis, toza kraska, avtomobilli kraska, laklarida sipib o'tganmiz, xudo xolasa. Darvozamiz ikki yonida 40 cm, tepasiga 50 cm nelichkalar bor. Inshaalloh kimga kerak bo'lsa butun holatda tashlab o'tamiz. Darvozamiz gullarni, ko'pli gullarni zich qilib, chiroyli qilib, o'ziga yarashadigan qilib ishlab o'tganmiz. Xudo xolasa sifatlari juda ham ideal chiqdi. Uchinchi darvozamiz bo'lsa 2026 da trendda turgan Safiya fason, kimdir Palasa fason deydi. Darvozamiz 100% 2 qavatda ishlangan, toza kraska, avtomobilli lak, shumkalar bo'lgan. Xudo xolasa ikkisini usuli parallelgacha bo'lgan inshaalloh. Ikki yoniga 20 cm, tepasiga 25 cm nelichkalari ham bor. O'ziga yarashish uchun ruchkalarni qilganmiz. Zamolari toza zamo, stimul zamo. Bu darvozamiz hammaga narxi qiziq. Bu darvozamiz narxi 1 kvadrat metr 1.600.000 so'mdan 2,5 million so'mgacha chiqadi. Bu darvozamiz narxi esa 1 qavatligi 1.50.000 so'mdan, 2 qavatligini 1.250.000 so'mdan O'zbekiston bo'ylab o'rnatib beramiz. Samarqand fason darvozamiz bo'lsa 1 kvadrat metr 1.200.000 so'mdan 1,5 million so'mgacha chiqadi. Mutlaqo usturovka dastavkalari, o'lchovlar bepul. Kimga shunaqa sifatli darvozalar kelaveradigan bo'lsa, sifat darvozasiga aloqa chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishini sifatli qilib bitiramiz.